qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishingizni qisman qarshi olamiz. Janubiy Koreyaning tunji ayol tashqi ishlar ministri Kang Kyung-hwa xonim dushanba kuni Bloomberg televiziyasiga Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bir mutaxassislar komiteti tomonidan tayyorlangan Xitoyning din, irq, millat farqiga asosan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga ayrimchilik yurgizayotganligiga aloqador andishalarini o'tirg'a qo'ygan dokladga qarata majburiy emgak silishining xalqaro emgakchilar tashkiloti vakillik qilgan har qanday narsaga tub negizdan zid ekanligini, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ishchi haqlari agentligining Xitoyning majburiy emgak silish siyosatiga qarshi xizmat qilish imkoniyatining borligini, Xalqaro emgakchilar tashkilotining Beyjingdagi amaldorlar bilan munosabatda bo'lganligini aytdi. Kang Kyung-hwa xonim agentlikning 5 nafar bosh mudir nomzodining biri. Agar saylamda g'alaba qilsa, Xalqaro emgakchilar birlashmasida mas'uliyatni zimmasiga olgan tunji osiyolik ayol bo'lib qoladi. Xalqaro emgakchilar tashkiloti keyingi rahbarlik saylamini 25 martda elib boradi. Amerika Xalqaro emgakchilar tashkilotining bu dokladidan mamnun bo'ldi va Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik shundaqla insoniyatga qarshi jinoyatini to'xtatishga yana bir qatim chaqiriq qildi. Xitoy shirkatlarning boykot qilishining oldini olish uchun shirkatlarni jazolantirish tuzumini yo'lga qo'yib, shirkatlarni insoniyatga qarshi turish jinoyatini ko'rmasga silish yoki 1 milliard 400 million dollarlik bozordan mahrum qilishdan iborat qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Wenbin dokladning obyektiv bo'lmaganligini, Xalqaro emgakchilar tashkilotining Xitoyning bu vaqtda bergan javobiga pisand qilmaganlikdan norozi bo'lganligini aytdi. Xitoy 1919-yildan beri Xalqaro emgakchilar tashkilotining a'zosi bo'lgan. Xitoy barliq mahsulotga erishish, kasb tanlash, barliq etnik xalqning uyg'un xizmatga urilishdagi erkinligiga hurmat qilish va'dasida ching turadiganligini aytgan. Sharq Turkiston Surgundi hukumati buningga inkos qaytirib, xalqaro jamiyat 10 yillardan beri Xitoyga inson haqlari sharoitini yaxshilash haqida so'zlayotgan bo'lsa-mu, vaziyat kundan-kunga nacharlashib ketyotdi. Harakatning unumi so'zdanmi kuchli. Xitoyning mas'uliyatini surishtirish uchun keraksiz so'zlarga vaqt sarf qilishning o'rniga ahamiyatli harakat qo'llanish kerak dedi. Angliya Xitoyning Argentinaning Falkland tashabbusini qo'llaydiganligini aytdi. Angliya Osiyoning kuchli davlatlari bilan London orasidagi munosabatlarning ojizlashishiga ergishib, Beyjingning Argentinaning Falkland orlig'i bo'lgan tashabbusini qo'llaydiganligiga aloqador Xitoyning bayonotini keskin turda rad qildi. Angliya tashqi ishlar ministri Liz Truss Twitterda Angliya Falklandning egalik huquqiga aloqador savollarni butunlay rad qildi. Falkland Angliya jamiyatining bir qismi. Biz uning o'z-o'ziga xo'ja bo'lish huquqini qo'g'daymiz. Xitoy cho'qim Falklandning egalik huquqiga hurmat qilish kerak deb yozdi. Xitoy prezidenti Xi Jinping va uning argentinalik mansabdoshi Alberto Fernandez yakshanba kuni qishloq olimpik tanharakat musobaqasiga qatnashish uchun Beyjingda ko'rishganda birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoy Argentinaning Malvinas taqim orolidagi egalik huquqini to'liq yurgizish talabini qo'llaydiganligini qayta ta'kidlaydi dedi. Bayonotda yana Argentina bilan Xitoyning yaqin xalqaro munosabatda bo'lganligi, taraqqiy qilayotgan davlatlarning manfaatini qo'g'dashda hamkorlashadiganligi tilga ilindi. Ikki davlat iqtisodiy jihatda hamkorlashishga va'da berdi. Argentinaning Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishiga qatnashadiganligiga aloqador bir tushunish eslatmasi imzoladi. Agar munosabat yo'lida davomlashsa, Argentina Latin Amerikasidagi Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishiga qatnashgan 4 cho'ng davlatning tunjisi bo'lib qoladi. Argentina Falkland orolining 1833-yili Angliya tomonidan qonunsiz tortib olinganligi va 1982-yili ishg'ol qilinganligiga ishonadi. Angliya Janubiy Atlantik taqim orollari uchun askariy qism avatganligini va Argentinaning 2 oy davomlashgan 649 nafar argentinalik va 255 nafar angliyalik askarning o'limi bilan natijalangan urushda mag'lub bo'lganligini aytadi. Va Falklandning Angliyaning qo'g'dishi ostida o'z-o'ziga xo'ja bo'lganligida ching turdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi buningga inkos qaytirib, buningga javoban nima natijaga erishildi? Angliya hukumati Xitoyning Argentinani qo'llashini azarlashining o'rniga o'xshash usulda Tayvanning mustaqil davlat, Sharq Turkiston va Tibetning Xitoy tarafidan besilingan davlat ekanligini e'tirof qilish kerak dedi. Xitoyning Kubada turishliq bosh elchisi Maohui Twitter betida G'arbdagi Xitoyga qarshi tashviqotning ta'sirida ba'zi yahudiylarning yolg'onni qabul qilishining nomussizligini,
Xitoyda Uyg'ur nupusining dramatik bir shaklda ortayotganda cho'ng qirg'inchilik davrida yahudiylarning yo'qotilganligini aytgan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga qarata yahudiylar 1936-yildan 1945-yilgacha bo'lgan araliqdagi cho'ng qirg'inchilikning ofatiga duch kelganda Uyg'urlar Shinsday boshchiligidagi ishg'olchi hokimiyatning ostida turli zulmlarga duch kelgan. 200 mingdan ortiq Uyg'ur turmalarga qamalib hayotidan ayrilgan. 1944-yilga kelganda Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar zulm va ishg'oliyatga qarshi kurash qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta e'lon qilgan dedi. Millatim milliy hamiyat sha'nidan ayrilmasin. Millatim haq to'g'ri niyat jamidan ayrilmasin. Millatim sap adamiyat sanidan ayrılmasın. Millatim birlik meyyet yanıdan ayrılmasın. Millatim mendin vesiyet kanıdan ayrılmasın. Millatim insaniyet meydanıdan ayrılmasın. Millatim İslamiyet imanıdan ayrılmasın. Millatim hakkaniyet vicdanıdan ayrılmasın. Millatim turaniyet unvanıdan ayrılmasın. Millatim hür afiyet devranıdan ayrılmasın. Millatim ağyar üçün hiç yol bilen aldanmasın. Millatimni özgeler maymun kılıp kollanmasın. Millatim tarihini pak saklasın bulganmasın. Millatim hergiz beqindilik üçün gollanmasın. Millatim erkin yaşaş imkanıdan ayrılmasın. Millatim bilsin vatanini, qadrini xar etmesin. Bu mukaddes can vatan, can anini zar etmesin. Başkalar bizning degan şum sözge iqrar etmesin. Müşterik devlet degan yalğanni darkor etmesin. Ana vatan Sharq Turkistonidan ayrılmasın. Merhum inqilobiy shoirimiz Abdulaziz Mahsum she'rlaridan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizdan ko'ngil uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'laysizlar.